Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve la udvana illa ala zalimin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz baxtlik hayatning 53 qoidasidan 7. qoida. Allah Taala islahatchidan buzg'unchini yaxshi bilguchidir. İnsanlar üçün sırtqi görünüşü ve qılğan əməliga görə baha beriladi. Ularning ichki ahvollarini Allohdan boshqa hech kishi bilmaydi. Nurg'un islahat to'nig'i o'rnab olganlar bo'lib, ular amaliyotda eng ashaddiy buzg'unchilardir. Ko'rinishida islahat ilib borgandek qiladi. Kishilar ularning qilayotgan ishlarini ko'rinishiga qarab, ularga ishonchi qiladi. Halbuki u eng baxtsiz buzg'unchidan iboratdir. Kişilerinin arasını ıslah qilish uchun tirishchanlik qilayotganlarni ko'rasiz. Halbuki u kishining niyati buzuqdir. Allah bilan qasam, ishni insonlarga topshirgan bo'lsa edi, albatta ular bu ishni o'ngshaydi. Allohning tarafiga chaqirish, yaxshilik yo'llariga da'vat qilishda u kishining asosiy maqsadi o'zini qilgan so'zi qabul qilinsa, u kishining maqsad qilgan g'oyasi bundan iboratdir. Bundaq bichoralardan ansiraymiz. Allah Taala öz vaqtida mundaq kishilar to'g'risida mundaq degan: "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Tercümesi, ularga yeryüzüde buzg'unchilik qilmanglar deyilse, biz islahat qilguvchilarmiz deydi. Bilanlar ki, ular haqiqatan buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari tuymaydi. Ularga, yani munofiqlarga iman etgan kishilardek chin ko'ngillar bilan iman etinglar deyilse, biz iman etgan ahmoqlarga o'xshash iman etandik deydi. Bilanlar ki, ularning o'zlari ahmoqlar. Lekin buni ular tuymaydi. Bakara suresi 11. ayetten 13. ayetkice. Bu kishini ikki puti qandoq ko'tarib turdigandi. U kishi qandoq qaror qildigandi. Ko'ngli qandoq aram topdigandi. Halbuki u kishi islohat to'nig'i o'rnini bilib, buzuq ishlarni qandoq qildigandi. U kishi bu oyatni o'qiydi. Alloh taolo islohatchidan buzg'unchini yaxshi bilguchidir. Bu oyat buzg'unchilarning abdi bashirisini ichib etdi. U yerda buzg'unchilik qilg'uchi bo'lib, u o'zining buzg'unchilik qilayotganligini yoshirishga urinadi. Cho'ng qiyinchilik bo'lsa, o'zining buzg'unchilik qilayotganligini bilib turib, qilib ko'rinishda islohat qilayotganligini da'vo qiladi. Bu qoida bilan sizning ruhingizga va dilingizdagi iymonning yiltiziga xitob qilaman. Bu qoidaning ko'nglingizdagi iymon darxini sug'urishini va Alloh taolo yoqtirmaydigan ishlarni yo'q qilib o'tishini umid qilaman. Hammadan bak hayo qilishga haqli bo'lgan zot Allohdir. Nimani yo'shirasiz? Nimani maqsad qilasiz? Qanday tasarruf qilasiz? Allohdan qo'rqmamsiz? Shayton sizni hamma o'rinlarda mush shaklda qilishga qodir bo'la olmaydi. Lekin afsunlarlik bo'lg'ini bir o'rinda tursimi sizga fazilatlik ishlarga da'vat qilguvchi va yaxshilikqa sa'i qilguvchilarning hammasining nazar silishida bir nazar soladi. Bu eng alamlik bo'lganidir. Allah Taala sizning islohatdan nimani maqsad qilganligingizni va buzg'unchilik qilish uchun qilgan barliq harakatlaringizni bilib turadi. Zalimning zulmi oshkor bo'lgan kunda siz zalimga zulmda sherik bo'lasiz. U kunda ko'zingiz siz yaxshi ko'radigan kishining xatoligidan o'rib ketib, u kishidan boshqalarning xatoligini izlaydi. Sizning islohat bilan bo'lgan ahvolingiz qanday bo'ldi? Buning misollari ko'p va o'rinlari sanoqsizdir. Buningdan Allah Taala saqlab qolgan kishilarla saqlanib qoladi. Ey Allah, bizning dilimizni munofiqlikdan poklasla, amallarimizni riyodan poklasla, ko'zlarimizni xiyonatdan poklasla, tilimizni yolg'onchilikdan, suxanchilikdan va boshqa nachar gap so'zlardan pok qilg'ayla. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.